Sanaydigan bo'lsam, oldin masalan butun qishloqda bitta yoki ikkita uchrardida palonchi yomon kasal bo'lib qopti deyshardida. Bu hali juda kam eshitiladigan holat edi. Men butun bolaligimni olib qaraydigan bo'lsam, 3 ta shunaqa odamni esla olaman-da. Qo'shnimiz Husan tog'a, yana ikkita nariga o'sha qishlog'imizning chetrog'idan 2 kishi. O'shanda ham qariyalar edi. Birorta bola mana bunaqa kasallikdan vafot etibdi degan nimani eshitmasdik-da. Bolalar orasida-ku mutlaqo yo'q edi. Hozir qadamda-da. Xuddi hali grippdagi eshitiladigan bo'lib qoldi-da. Onkologiya ekan, nima ekan desa, boring klinikalarga boringda, joy yo'q. Ota-onalar ko'ch-ko'roni bilan kelib 2 kun, 3 kunlab joy kutishadi. Bir xiliga onkologik viloyatlardagi markazlarga boring. Joy yetmaydi. Bugun operatsiya bo'lgan bolaga 3 kundan keyin javob berib yuboryapti. U hatto nima jarayonlar kechadi, u nazorat ostidagi, vrach nazorati ostidagi bo'lish kerak bo'lgan bola uyiga ketib turib yana o'sha zaharga to'la ovqat nimalarni yeydi. Nazoratsiz palapartish yeydi. Svetli, svetsiz, gazli, gazsiz, ko'mirli, ko'mirsiz uylarida yashaydi. Bizda aytayapman, onkologiya o'lgan. Mayli, vrachlarimiz harakat qilishyapti. Hozir ilik ko'chirish amaliyotlarini o'rganishyapti. Tan beraman ularda mehnatiga, lekin bu bilan butun hamma bolalarni saqlab qolishda iloji yo'q-da. Menga aytishyapti-da, mana o'rganyapmiz-ku, tajribalarda o'rganamiz-ku. Bola, kim sizlarga huquq berdi bolalarda tajriba quyonchasi qilishga deyman doim. Mana palonchasi yana biz maqtanishni yaxshi ko'radigan, muncha yutug'imizni muncha qilib ko'pirtirishda nima qiladigan xalqmizda. Bitta muammoni yozib chiqsangiz, orqangizdan siraz onkologlar o'zini yutuqchasini yozib chiqadi. Bu bilasizmi, shuncha o'lib ketayotgan bolalarning oldida bu qilgan yutug'ing bilan hali maqtanishga haqqing yo'q. Endi o'lgani o'lib ketyapti, qolgani qolyapti. Shunaqa munosabatda. Kasallik va taomlar haqida bog'liqlikni aytib